Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Aziya konsertning yana navbatdagi yangilik. Moskvada joylashgan Moskva tadbirkorlik akademiyasini bitirgan talabamiz diplomi yetib keldi. Aka, avvalambor tabriklayman diplomlar bilan. Rahmat. Alloh xayrli qilsin diplomlar bilan. Abituriyentlarimizga nima tilaklaringiz bor? Assalomu alaykum. Men ismim Saidov Shomahmud, Navoiy viloyatidanman. Xo'p, men Aziya Consulting orqali Moskva savdo institutiga topshirib, akademiyasiga topshirib, men bitirdim, diplomni oldim. Juda ham xursandman. Aziya Consulting firmasiga kattakon rahmat. Uydagilar ham xursand, o'zim ham xursandman. Men savdo yo'nalishi bo'yicha ishlayman o'zim. Savdo-sotiq yo'nalishi bo'yicha mana diplomimni savdo yo'nalishi bo'yicha oldim. Bu diplomni mana endi xalqimizga foydasi tegsa, el yurtimizga foydasi tegsa, juda zo'r bo'ladi. Bu foydasi tegishi uchun men harakat qilaman. Bu bejizga emas. Undan keyin ham yana o'qishga men shu firma orqali yordamlari kerak bo'ladi. Обязательно sherik topshiraman. Rahmat sizlarga. Charchamanglar, ishlagan omad. Bizni kuzatishda davom etinglar. Aziya konsert zo'r.